Bu videoda Qozog'iston fermalarida mollani qandoq qilib boqishligi haqida kichkina bir video qilganmiz. Agar sizlar qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, o'zingizga kerak bo'lgan chorvaga qiziqadigan ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Yanada kengroq, kattaroq video qilishimizni xohlasangiz, izohlarda o'zingizlar fikringizni qoldiringlar. Katta qilib firmani obzorini qilib beramiz. Qani, videoda davom etamiz. Buradagi mollar nima yeydi desangiz, mana shu o'rinda toza gunjara mana bosib tashlangan. Ya'ni bu firmaligini hisobiga ham toza gunjara Qozog'istonniki o'ziniki deb o'ylayman menimcha. Hop, kunjara, pirs maydalangani, somon aralash, somon lifehack, somonga ko'pchilik qiziqmaydi, lekin somon juda katta kaloriyali narsa aslida yemga qo'shib beradigan. Chunki buni даже mana katta mol boqadigan firmadagilar ham somon beradi. Demak, bu somonning ishi katta. Bo'ladi. Hop. Somon pirs maydalangani ikkalasini ham maydalab, aralashtirib mana bunaqa popkornga qo'shib beradi. Popkorn nimaligini bilasizlar, ya'ni buni biz ishlayotgan firma o'zini zavodi bor, ya'ni popkorn tayyorlaydigan. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, qanday ishlab chiqishi, popkornga mol yeydigan, popkornga nimalar qo'shilishi, qanaqa vitaminlar, shular ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsang, albatta video qilishni harakat. Hozirda firmadamiz Qozog'istonning Sayram o'lkasidagi firmalardan birida. Chorva haqida qanaqadir qiziqarli, o'zingizga qiziq bo'lgan narsalar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Yana video chiqazamiz, Alloh xolasa. Hop, hozir may oyiga o'tdik. Bular Qirg'iziston fermasida shunaqa ekanki, hop, qishda oladi mollarni, kun isiganda yengillatadi. Ya'ni issiqda boqish qiyinligini hisobiga mollarni yengillatib, hop, kuz kelguncha ozmuncha boqib turadi. 2-3 ta qo'rada, atak beda bir 20 ga yaqin qo'rasi bor. Har xil zotli parodiya. O'rtacha 300 kilodan boshlab 500, uzoq 600-700 kilogacha bo'lgan buqalar boqilar ekan. Ya'ni unaqa 800 kilo, 1 tonnalik buqalar yo'q. Mana bu jonivorni qaranglar. Mana jonivorlar yotibdi, qonni ham ishib ketibdi bu jonivorlar. Bitish yaxshi. Otxona qilmoqchi bo'lganlarga lifehack mana. Bunaqa narsa qilinganki, ya'ni mollarni yoshiga va bo'yiga moslab, buni bo'shatadi. Katta mollar olib kelsa, buni bo'shatadi, teparoqqa suratda bo'yiga moslab turib, bu yoqqa qatirib qo'yib, yana qatirib, ya'ni kerak bo'lgan payt tushirib, ko'tarib pasaytirsa bo'ladigan. Otxona qiladiganlar lifehack. Lekin bitta narsaga hayron qoldik. Har bitta qo'raning ichida bitta ot turadigan joyi bor. Mana. Bu nima sababdan shunaqa? Hozir otini tashqariga baylab qo'yishgan. Har bitta qo'rada bor shunaqa joy. Ya'ni buning sababi nima? Har bitta mol boqiladigan joyda otga joy bor. Yo, otni qanaqadir xislati bor, lekin otni niyati yaxshi deb eshitganmiz. Agar bilganlar nima sababdan mollarni umuman fermada ot bo'lishi kerak, bilganlar izohlarda kutaman. Fikringizni qoldirasizlar. Mana jonivorlarni qaranglar. Yosh katta emas. Odamdan janaqa cho'chib yuradi. Bitta ikkita bunaqa kichiklari bor. Xudo tanlaganlar qaysi biri yaxshi ekan? O'sh burchakda turganlar nima ekan? Bo'lakcha bo'lib turibdi. Har kuni ekskursiya qilamiz, ya'ni otxonalarga. Hop, Qozog'istonda hozir bitta qo'raga qaraydigan bolalar bor ekan. Oyligi ham qiziq, ya'ni buni bolalarga boqtiradi. Har bitta qo'raga bittadan odam qaraydi. Ba'zida qo'rada mol kamayib ketsa, ikkita qo'raga bittadan odam qarab turadi. Paka kuch kelgandan keyin mollar ko'paysa, yana har bitta qo'raga bittadan odam qilar ekan. Oylik maoshi hozir shu kunda 300 ming tanga. 300 ming tanga bizning pulga $600 atrofida bo'ladi. Mana otxonada mana otlar bor. Ya'ni bolajonlari bilan yaqinda bolalashgan.
O toychoq qaranglar. O'g'il bola ekan-a? Ya'ni biyalar ekan bular. Og'zi naraqda bundan ham boshqachalari bor. Mana bu qaranglar. Bolajonlarini. Kepak berishibdi mollarga. Mollarga deyman-da. Uzr. Otlarga mana kepak, toza kepak o'zi. Demak, otlar kepakni o'zini ham yerkan. Mah. Jonivor. Bunaqa pris tashab qo'yishgan, mabodo otni bilasizlar. Yaxshi yeydi. Jonivor. Ot lekin ot minganlar, ot boqqanlar biladi, o'ziga yarasha gashti bor-a. Otni yoqtiradiganlar bitta like bosib fikrlaganini qoldirasizlar izohlarda. Rosa yaqinda ko'payishgan. Bu yerda hozir 4 ta ekan. Bittasi yoshroq, 3 tasi bolasi bor. Jonivorlar. Shu chorvachilikda barakasi ko'p. O'shanga hozir odamlar hayvon sotib olib, ya'ni hayvon boqish qiyin bo'lib ketgan, lekin bir tarafdan lekin o'sha qiyin bo'lib ketganning hisobiga chorvachilikka ehtiyoj juda katta. O'shanga maslahat har bitta qishloqda yoki umuman sharoiti bo'lgan odam hayvon, ya'ni yo'q degan nima bunaqa buqalardan boqish nasib qilsin. Chunki jamlaqa katta otxona yoki nimadir solish shart emas. Kichkina ferma qilib o'zingiz uchun boshlang'ich fermalarni qilishlik hammamizga nasib qilsin. Kamida shunaqa buqalarni boqishlik, to'ldirib boqishlik hammaga nasib qilsin. Hammaga yaxshi kayfiyat. Video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, dilingizda qanaqadir izohlar bo'lsa, yozib qoldirsangiz, albatta buni o'qib ko'ramiz. Bu bizga qiziq. Hammaga omad.